Duo salohi mu'mindir. Zamoniki familiz bilan bistar bo'lmoqchinsiz, lihofti vaqtiki boshingizga kashalladingiz, bajuz az o'zingiz va familizdan boshqa hech kim yo'q. Shariat muqaddas aytadiki, bir duoni qilgin. Allohumma jannibna shayton va jannibish shaytona ma razaqtana. Ey Rabbim, menga saloh berga yo'qki qo'limga dushmani haqiqiy shaytoni la'indiki buni men peshonasidan qoqsam, lihozo men mutayaqqinmanki lihofti tayiga u ham kirdi. Behtarin bir saloh menga nasib qilgansan, duoda kifoyat men qilsam, u shaytondan, dushmandan meni nima qilsa, hifozat qilgay bo'lsa, ham o'zingizni hifozat qiladi Robbil alamin va ham farzandginaki bor Alloh rizqi halol shakliga sizga beradi. Uningizni Alloh hifozat qiladi. Uzuxonaga borgan pillangizga hech kim yo'q, pillangizga shu shaytoni la'in hamla qiladi ustingizga. Xudoy noxosta bir xatarnok sizga bir marazlikni o'tkazadiki, bu dushman hech oldingizdan ketmaydi. Fikringizni, zehningizni, jismingizni hamisha ozor aziyat beradi u dard. Banomi vasvas. Shunday kishilar bor. 2 daf'a tahorat qilgan, sohib yuragimga bir mushkil topildi, yana bir tahorat qilib kelay deydi. Shunday kishilar bor ichimizga Allohu akbar niyat qiladi. Bir vaqt ko'ring, buzibdi, yana Allohu akbar. Yana buzibdi, mardimning ichiga yana Allohu akbar. 3 daf'a 4 daf'a niyat qiladi imomning keyniga. Aytadi, sohib yuragimga bir vasvas topilyapti. Shunday kishilar bor, qolasini famili yuvibdi, quritgan, o'tni qilgan, omoda qilibdiki, bor, mana falonning otasi jumaga siz boring deb past ustidagi qoloni chiqaradi. Aytadi, men xotin shu torga mutoji bo'ldim, shu torga qaysi gap topilgan. Lihozo torni bir daf'a yuvgining, undan so'ra meni qolamni tashla, o'tni qilib degin men kiyaman. Bu nima? Bu marazlik, vasvas marazligida. Bitta umda asosi shudiki, uzuxonaga vaqtiki kirdingiz, judo bo'ldingiz, bu dushman ustingizga hamla qiladi. Bir saloh Alloh sizga bergan, istifoda qiling dushmanning muqobiliga. Allohumma inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith. Mana bu duoda. Kecha takki tanho chiqmoqchinsiz, barqam ketganda bir vahshat joygasiz, hech kim ham oldingizga yo'qdi. Alloh taoloning dini sizga aytadiki, dushman muqobilingga bor, bir salohdan istifoda qilgin. Bismillahirrohmanirrohim chig'ing. Alloh taolo tamom fariu, deu, jin va har baloyga hamla qilmoqchi edi. Bulardan sizni nima qiladi? Hifozat qiladi.